Davom etamiz. Vatan tuyg'usi barcha narsadan qadrli. Xuddi shu mavzuda Asaka tumanida davom etgan O'zbekiston faxriylarining ijtimoiy faoliyatini qo'llab-quvvatlash Nuroniy jamg'armasi viloyat bo'limining Otalar choyxonasi deb nomlangan tadbiriga viloyatimizdagi 500 ga yaqin nuroniylar jam bo'lishdi. Unda ishtirok etgan muxbirimiz mavzudan xabar bermoqchi. Bayramlari bisyor yurtimizdagi yana bir qutlug' bayram. 14-yanvar Vatan himoyachilari kunini shu yurt rivoji, ravnaqiga munosib hissa qo'shgan, hamisha e'zoz va e'tiroflariga munosib, davralarning to'rlariga yarashgan nuroniy otaxonlar ham o'zgacha kayfiyat bilan kutib oldilar. Davlatimiz rahbarining keksalariga ko'rsatayotgan e'tibordan ko'ngillari ravshan otaxonlar to'kin dasturxon ustida dildan suhbatlashdilar. Bugungi kunda viloyatimizda 340.747 nafar nuroniylar istiqomat qiladi. Ularning 136.799 nafari erkaklarni, 203.948 nafari ayollarni, 2.916 nafari o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan yolg'iz keksalar va yolg'iz yashaydigan keksalar, 213.000 nafari urush orti mehnat faxriylari bo'lib, to'liq ijtimoiy himoyaga olingan. Nuroniy jamg'armasining viloyat bo'limi, shuningdek, uning shahar va tumanlardagi bo'limlari keksa va faxriylarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyatdagi faolligini ta'minlash yuzasidan qator tadbirlarni amalga oshirib kelmoqda. Raqamlarga to'xtaladigan bo'lsak, o'tgan yilda 6542 marta ma'naviy ma'rifiy tadbirlar va faxriy nuroniylar, o'rta avlod vakillari hamda yoshlar o'rtasida 3 avlod uchrashuvlari, 2827 marta sport tadbirlari tashkil etildi. Salomatlik uchun 5000 qadam aksiyasida 100.000 dan ortiq nuroniylarimiz ishtirok etdi. 47.904 nafar keksalarga turli yordamlar ko'rsatildi. 70.961 nafar nuroniylarimizni yurtimizning diqqatga sazovor joylari, ziyoratgohlar va yurtimizning so'lim go'shalariga va ichki turizm doirasida viloyatimizning diqqatga sazovor joylariga turistik sayohatlari tashkil etildi. Qo'sha qarish saodati bo'yicha 360 ta tadbir tashkil etilib, 50-60 yil tinch totuv yashagan oilalar, yosh oilalarga namuna etib ko'rsatildi. Bir nuroniy 10 yoshga mas'ul loyihasi bo'yicha 1883 nafar nuroniylarga 18835 nafar muammoli yoshlar biriktirilib, tarbiyaviy ishlar olib borildi. Natijada ularning 97% ning to'g'ri yo'lga tushib olishiga erishildi. Nuroniy har bir oilaga mas'ul loyihasi bo'yicha 1993 ta muammoli oilalarga bir nafardan nuroniylar biriktirilib, olib borilgan tushuntirish, amaliy yordamlar natijasida ayni xonadonlardagi muammolar hal etilib, o'zaro munosabatlar mustahkamlandi. Bugun qo'shaloq bayramlar tantanasi bo'lyapti. Vatan himoyachilari kuni bo'ladigan bo'lsa, kuni kecha muhtaram prezidentimizning O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi va O'zbekiston ahliga qilgan murojaatidan g'ururlanib, iftixorga to'lib, o'zlari kuch-quvvat olib bugungi tadbirda ishtirok etyaptilar desam mubolag'a bo'lmaydi. Bugun barchamiz birgalikda, nafaqat mana shu yerda ishtirok etgan faxriy nuroniylar, faxriy nuronlarimiz, mahalla faollari, yoshlar, xotin-qizlar, tadbirkorlar murojaatnomada qo'yilgan vazifalarni hammamiz birgalikda birmish bo'lib, yelkadosh bo'lib amalga oshiradigan bo'lsak, albatta biz O'zbekiston xalqini, insonlarni, aholini rozi qilamiz desam mubolag'a bo'lmaydi. Tadbir davomida keksa avlod vakillari davlatimiz rahbarining Oliy Majlisi va o'zbek xalqiga murojaatnomasini aholi o'rtasida keng targ'ib qilishda o'zlarining ulkan tajribalarini namoyon etib, jamiyat rivojida yanada faol bo'lishlari haqida gapirdilar. Yuzlari fayzli otaxonlarning sho'x raqslari davraga yanada fayz kiritdi. Siz yurtimizning chinorlarisiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. Hamisha davralarimizning to'rlarida bo'ling deb tilak qildik biz ham.